Assalomu alaykum barchaga. Bugungi suhbatimizni Osiyo texnologiyalar universitetida ilmiy innovatsion tadqiqotlar departamenti boshlig'i, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent O'ktam Abdullayev bilan tarix va ilm fan haqida suhbatimizni davom ettiramiz. Tarixdan bilamizki, yo'qotilgan avlod haqida ko'p gaplarni eshitganmiz. Birinchi o'zi yo'qotilgan avlod deganda qaysi davrlarni misol qilib olsak bo'ladi? Yo'qotilgan avlod tushunchasi tarixdan bilamizki, dunyoda shu 15 mingdan ortiq katta kichik urushlar bo'lgan insoniyat tarixida. 15 mingdan ortiq katta kichik urushlar bo'lgan. Buni eng kattalari Birinchi jahon urushi va Ikkinchi jahon urushi hisoblanadi. Dunyo olimlari mana shu Birinchi jahon urushi tugagandan keyin ilk bor yo'qotilgan avlod tushunchasini fanga qo'llay boshlashgan. Bu nima degani? Mana Birinchi jahon urushida endi keskinlashgan dunyoni qaytadan bo'lib olish maqsadida ikkita harbiy ittifoqni bir-biriga qarama-qarshi urushi edi. Bu aslida o'sha Germaniya boshchiligidagi Kuchlar ittifoqini va Antanta ittifoqi o'rtasidagi kurash. Dunyoda mavjud 38 ta mamlakat dunyo aholisini juda katta qismi qamrab olindi. Bu urushda o'sha 65-70 million aholi jalb qilindi. Bu urushda 10 millionlab harbiylar, o'sha 6-13 milliongacha tinch aholi qirilib ketdi. Urush tugadi. 4 yil 6 oy davom etgan urush tugadi. Lekin urushda halok bo'lganlar, urushda yarador bo'lganlar, bedarak yo'qolganlar, bular yo'qotilgan avlod sifatida kiritilmadi. Yo'qotilgan avlod kimlar bo'ldiki, urushda ruhan xasta bo'lib qolganlar. Ruhan xasta, ya'ni ko'rinishidan sog'lom, lekin uni ruhi xasta bo'lib qoldi. Va bu avloddan jamiyatga foydalana olmadi. Masalan, oladigan bo'lsak, biz bilamizki, o'sha qo'li nogiron bo'lib yo oyog'i nogiron bo'lib, urushda yarador bo'lib kelgan kishilar ham 40-50 yil davomida o'sha davlat xizmatini turli jabhalarida ishlab, mehnat faoliyatini yuritganlarini bilamiz. Ulardan jamiyat foydalandi. Yo'qotilgan avloddan na jamiyatga, na bir oilaga, na davlat manfaatlariga, xalq xo'jaligida umuman foydalanib bo'lmadi. Kontuziyaga uchradi. Ikkinchi jahon urushi davri ham xuddi shunday kechdi. Endi bu Ikkinchi jahon urushi 6 yildan oshiqroq vaqt davom etgan bo'lsa, dunyoning 61 mamlakatidan 110 million kishini jalb qildi. 40-50 millionga yaqin harbiylar oddiy tinch aholi bilan qo'shib hisoblaganda o'sha 50 millionga ba'zi manbalarda, bugungi yangi manbalarda ko'rishimiz mumkin, 50 millionga yaqin inson halok bo'ldi. Bu o'sha insoniyat tarixidagi eng dahshatli urush hisoblanadi. Mana shu urush davrida ham yana yo'qotilgan avlod termini paydo bo'ldi. Bu ya'ni Birinchi jahon urushida va Ikkinchi jahon urushida. Biz yuqorida aytdik, yo'qotilgan avlod kim ekanligini. Dunyoda to'g'ri Ikkinchi jahon urushidan keyin sovuq urush davri boshlandi, lekin sovuq urush davri bu dunyoning qaysidir nuqtasida qarama-qarshi manfaatlarda to'qnashuvi yoki qurollanish poygasi bilan kechgan bo'lsa, mana 2021-asrga kelib 2016-2017 yildan boshlab dunyoda hech qanaqa jahon urushi bo'layotgan yo'q, millionlab xalqni o'sha qirg'inbarot janglar bo'lmaydigan bir zamonda ham dunyo olimlari, dunyo siyosatshunoslari uchinchi bora yo'qotilgan avlod degan tushunchani ishlata boshlashdi. Bunga sabab nima bo'ldiki? Bunga sabab aynan mana shu bugungi zamonaviy texnologiyalardan. Bugun internet juda ham ommalashgan. Internetsiz biz umuman hayotimizni tasavvur qila olmay qoldik. Yaqin kelajakda biz sun'iy intellektsiz hayotimizni tasavvur qila olmaymiz. Lekin mana shu jarayonda internetga mukkasidan ketish, ijtimoiy tarmoqlarga mukkasidan ketish, xuddiki o'sha jahon urushidan ruhi xasta bo'lib, o'sha ma'naviyati xasta bo'lib, kontuziyaga uchrab chiqqan askardan hech qanaqa kam emas deyapti dunyo olimlari. Ya'ni bu tinch zamonda uchinchi bor
yo'qotilgan avlod tushunchasi paydo bo'ldi va bu bizda albatta fojiamiz hisoblanadi. Sababiki bu avlod bilan jamiyatga foydalanib bo'lmaydi. Masalan, qo'pol ma'noda aytadigan bo'lsak, bu oila qurib ham bir yolchitmaydi oilani. Qanday ma'no uni o'sha ta'minoti bo'ladi, boshqa nüanslari bo'ladi. Bu masalada ham biz yo'qotilgan avloddan jamiyat foydalana olmaydi. Mas'uliyatsiz bo'ladi. Mas'uliyatsiz. Eng yomoni uni ruhi xasta. Mana keyingi vaqtlarda ko'p kuzatyapmiz. Oila qurganiga 2 oy, 3 oy, 5 oy, 6 oy, 1 yilga bormasdan minglab bu bizning fojiamiz albatta. Minglab oilalarda ajrashib ketishi. Bu qaysidir ma'noda mana shu yo'qotilgan avlod tushunchasini ta'siri deb bilaman. Va biz internet madaniyatini, umuman o'sha sharqona madaniyatni internet madaniyatiga uyg'un holatda olib boradigan bo'lsakkina bunga yechim topish mumkindir. Yechim topish juda ham mushkul, chunki bu 3-bor yo'qotilgan avlod tushunchasini ishlatila boshlanganligiga ham hademay 10 yil bo'ldi. 10 yil bo'ldi. Juda ko'p sabablarda aytamiz, masalan, zamon tezlashdi deymiz, zamon rivojlanib ketdi, ha endi bu bola shunaqa yo'q. Bizdan o'tib ketib qolmasligi kerak, texnika asri bilan barobar borishimiz kerak. U bizni ma'naviyatimizni, bizni mafkuramizni, bizni miyamizni bu o'sha internet yoki sun'iy intellekt to'liq qamrab olishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Buning uchun o'sha bizni keksalarimiz aytgandek, do'ppini yonga olib o'ylab ko'radigan vaqt allaqachon yetib kelgan deb o'ylayman. Mana yoshlarimiz ham hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'radigan bo'lsak, asosan masalan prosmotr deb aytiladi, ko'rishlar soni va layklar, yuborishlar, tarqatilishlar soni nima desam, hayotda bir yengil-yelpi qarash yoki bo'lmasa bir bachkanalik yoki bo'lmasa kimnidir bir tahqirlash, shunaqa narsalarga ko'proq insonlarimiz, ya'ni yoshlar, yosh kattalar, yosh o'rta yoshdagilar baribir ko'rishlar soni bilan o'sha prosmotrlari oshib boryapti. Lekin masalan ilm haqida yoki bo'lmasa bir kerakli, hayotda kerak bo'ladigan kontentlar yoki video lavhalarni tayyorlagan paytda ko'ramizki, juda ham past ko'rsatkich. Bularga masalan jamiyatimizda mana shu yo'qotilgan avlodga shular ham sabab bo'layotgan bo'lishi mumkinmi? Albatta, endi bu yengil-yelpi hayot haqiqatan ham mana biz yosh bolalarni misol qiladigan bo'lsak, mana tarbiya jarayonida 3 yoshli bolaga yaxshi gaplarni o'rgatsa, uni ilg'ab olishi qiyin bo'ladi-da. Yomon gaplarni, masalan, ba'zilar so'kishni o'rgatadi farzandiga. Qandaydir ma'noda mana buni bitta so'kib qo'ying, amakini bitta bir narsa deb qo'ying. Va bilasizmi, u rivojlanayotgan bola, miyasi rivojlanayotgan bola biz so'kishni o'rgatganimizda yo yomon so'zni biz o'zimiz oilada ishlatganimizda va u ham shu so'zni ishlatsa, biz uni qandaydir biz kulamiz. Biz xursand bo'lamiz shu so'zni aytganiga va uni miyasi shunday o'ylaydiki, demak men yaxshi gapiryapman, men chiroyli gapiryapman, bularga yoqayapti degan u ongosida shunaqa tushuncha paydo bo'ladi. Yengil-yelpi hayot haqiqatan ham yaxshilikdan ko'ra yomonlik tez o'zlashtiriladi deyiladi. Turli xil o'sha 1 daqiqalik, 2 daqiqalik turli vaynlar shu ijtimoiy tarmoqlarni yoppasiga o'rab olgan. O'sha like deymiz, uni o'sha qo'llab-quvvatlash, boshqa holatlar ham uchrab turibdi. Lekin ming afsuski bitta narsa, endi bu davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bu kitob o'qish, o'sha kitobga mehr qo'yish. Men ba'zi fundamental asarlarni ko'raman. Masalan, o'zim tarixchi sifatida respublikada bugun 200 dan ortiq oliy o'quv yurtlari bo'ladigan bo'lsa, shuni bir 70 ga yaqiniga endi barchasiga tarix o'tiladi. Asosan majburiy fan sifatida O'zbekistonga yangi tarix o'tiladi va 70 ga yaqin o'sha davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalarida tarix yo'nalishida bakalavrlar tayyorlanyapti-da. Ana shu tarix yo'nalishida fundamental asarni adadini ko'radigan bo'lsangiz, uzog'i bilan 5000 nusxadan ortmaydi-da. Vaholanki bizni mayli endi bu aholi soniga bo'layotmaylik. Yana shu 70 ta oliy o'quv yurtiga masalan 100 tadan talaba bo'ladigan bo'lsa, bu nechta bo'ladi? 7000 ta bo'ladi. Hattoki shularga ham bittadan to'g'ri kelmaydi-da. Sabab nima? Bu talab va taklif bozor.
Bu 5000 nusxada, u 5000 nusxani ham aksariyati fundamental kutubxonalarda qolib ketyapti. Bu biz allaqachon yengil-yelpi o'sha nimalarga o'tib ketdik. Men ba'zi o'sha ijtimoiy tarmoqlardan yaxshi ma'ruzalarni ko'raman. Haqiqatan to'g'ri aytyapsiz. Uzoq bilan 200-300 kishi tomosha qilgan. 200-300 kishi tomosha qilgan, lekin bir qaysidir qo'shig'ini bir haftada 48 million marta ko'rildi-da. 48. To'g'ri, endi bu shou biznes deyish mumkin boshqa, lekin men unga qarshilik qilayotganimiz yo'q. Lekin ilm ahli ilmdan chiqib ketib qolmasligi kerak. Bizni muammo shunda. Ilm ahli haqiqiy o'sha bugun masalan bir tarixchi bo'lish uchun, tarixdan auditoriyaga kirib dars berish uchun u yillar davomida tahlil qilish kerak. Masalan, tarixni to'g'ri qaysidir davri bo'yicha dissertatsiya yo'qlanadi yoki qaysidir nima bo'yicha. Lekin umumiy auditoriyada tarixchi pedagog bo'lib kirish uchun u bitta, ikkita, 5 ta, 10 ta kitobni tarix darsligini o'qigan bilan auditoriyada 80 daqiqalik ma'ruzani yoki maktabda 45 minutlik darsda o'tishi amri mahol, chunki tarixda masalan faqat sanalarni yodlash yo voqealarni yodlash bilan u tarixchi bo'lib qolmaydi. Eng avvalo uni mohiyatni anglash kerak. Masalan, bitta voqeani u o'nlab asarlarni o'rganish kerak. Biz auditoriyada o'qituvchini yaxshi, masalan, endi men o'zim tarixchi bo'lganim uchun tarixni o'qituvchisini misol keltiryapman. Auditoriyani o'ziga qarab, bugungi auditoriya shundayki, u biz 10 sekund so'zimizdan adashsak, biz auditoriyada shunaqa bir avlod o'tiribdi yerda, intellektual, qandaydir o'sha ijtimoiy tarmoqlar ichida katta bo'layotgan avlod o'tiribdi, yoshlar. Biz 10 sekund gapimizni yo'qotadigan bo'lsak, to auditoriyani qayta o'zimizga qaratib o'sha ma'ruzani davom ettirishimiz uchun kamida 10 daqiqa vaqtimiz ketadi. Bor yo'g'i 10 sekundda. Chunki 10 sekund ham biz birinchidan to'xtab qolmasligimiz kerak. Ikkinchidan uni auditoriyani masalan diqqat degan tushuncha borda psixologiyada. Masalan, uzog'i bilan 20 daqiqagacha sizga diqqat qila oladi. Uzog'i bilan. Keyin diqqati bo'linadi. Siz 21-daqiqada diqqatni o'ziga jalb etish uchun siz kamida masalan bir tarixchi yuzlab kitoblarni o'qigan bo'lish kerak. Bu har biridan xuddi arini guldan asal yiqqanidek har biridan shu auditoriyaga kerak bo'ladigan, o'sha mavzuga mos bo'ladigan eng o'sha mana kulminatsion nuqtalar bilan olib kelmasak, bu hozir qog'ozga qarab turib ma'ruza o'qib berib, talaba uni 80 daqiqa yozib oladigan zamonlar allaqachon o'tib bo'lgan. Masalan, biz Amir Temur haqida gapiradigan bo'lsak, bu bugungi o'sha 18-20 ga kirgan kompyuter yaxshi biladigan bola, u internetdan sun'iy intellekt orqali Amir Temurni o'zi gavdalantirib, u gaplashib ham turibdi u bilan. Shuning uchun biz faqatgina tinimsiz o'qish, tinimsiz izlanish va uni tahlil qilish bilangina va uni auditoriyaga to'g'ri yetkazish bilan biz kuchli mutaxassislarni chiqara olamiz. Bo'lmasa u internet bolani to'liq band qilib qo'yadi. Internet band qilib qo'ygandan keyin biz auditoriyaga uni qaytarishimiz juda katta mashaqqat talab qiladi. Balki qaytara olmasligimiz ham mumkin. Men bu meni o'zimning shaxsiy fikrlarim. Ustoz, samimiy suhbat uchun sizga katta rahmat. Kelgusi ishlaringizda omad tilab qolaman. Rahmat.